Salom bo'ldi, sizlar bilan yana men Yusuf Haykir. Mana ko'rib turganingizdek, Herobrine bilan biz ikkinchi seriyani ham boshlab oldik. Mana ko'rib turganingizdek, Herobrine bu yerga nimalarni qurib tashlayapti, bu yer emas. Mana atrofni ko'rib turibsizlar, piramidalar qurib tashlayapti hamma joyga. Bo'sh joy qolmayapti. Sizlarni kuttirib o'tirmayman-da, videoni boshlab olamiz. Qani, let's go bo'ldi. Mana do'stlar, videomizni boshlab olamiz. Scary Sound. Hozir bizga qo'rqinchli ovoz berar ekan. Ogoh bo'lib turishimiz kerak. Buni qachon qurishga ulgurdi bu yerimiz. Qisqasi biz bugun uy quramiz. Nima edi bu? Mayli. Bizning birinchi maqsadlarimizni oldinga qo'yib olishimiz kerak. Har doimgidek. Biz xo'sh, uy quramiz va tamom. Uy qurishni davom ettiramiz. Qisqasi uy quramiz. Lekin Herobrine hozir bizga qo'rqinchli ovozlar bilan hujum qiladi. Ehtiyot bo'lib yurishimiz kerak undan. Va meni boshqa joyga teleport qilibdi o'yindan tashqaridaligimda. Juda g'alati. Men bu qishloqda emas edim-ku, lekin boshqa qishloqqa meni respawning qilib qo'yibdi. Kech tushayotganga o'xshayapti. Kech tushyapti. Daraxt chopamiz. Herobrine ko'rinib qolsa qo'rqmaymiz. Sen mening yaramas. Qo'rqitib yubording. Xo'sh, kech tushyapti. Demak, biz uy qurishni davom ettira olmas ekanmiz. Bolalar, u bizni qo'rqinchli ovozlar bilan qo'rqitmoqda. Stop. No deyapti. Scary Sound hali ham u ovoz yozgani yo'q, lekin ovoz yozsa juda qo'rqinchli bo'lishi aniq. Kechdi, uxlab olishimiz kerak. Biron bir qishloqning uyida. Tezda. Voy sen tur. Mana uxlab oldik. Endi yana daraxt chopgani ketdi bo'ldi. Yana Scary Sound deyapti, qo'rqinchli. Scary so'zining ma'nosini bilganlar kommentariyaga yozib ketinglar. Bu yerda daraxtlar bor, daraxtlarni ekamiz. Va kerakli narsalarni olamiz. Do'stlar, Herobrine bizga borgan sari qo'rqinchli narsalarni olib bormoqda. Biz uy quramiz. Bo'ladi. Zo'r. Toshbaqani bolasini qaraylik kichiklarga. Bizga hozir kimdir yurib o'tdi hozir shu yerda. Mana zombi ekan. Voy zombi. Scary Sound hali ham bizga nima yozgani yo'q. Qo'rqinchli ovozlar. Lekin qo'rqinchli ovozlar bilan bizni anchagina qo'rqitishi osonroq bo'ladi. Shuning uchun tezgina bu yerga uyimizni qurib olganimiz yaxshiroq deb o'yladim. Shuning uchun uy qurishni boshlab yubordim. Nega bu bunchalar ko'p piramidalar quryapti? Hayronman. Nega bu hali ham ko'rinmayapti? Qiziq. Uyimizni quramiz, davay.
Herobrine bilan Vision. Yo do'stlar, hali ham u bizga qo'rqinchli ovoz yozgani yo'q va ko'ringani yo'q. Voy qishloqi, sana meni tushunasanmi? Ну ладно, bo'ladi. Bu yerda otlar bor ekan. Herobrine bizga hali ham ko'ringani yo'q, lekin uy qurishda davom etamiz. Yo do'stlar, jonimiz ketdi. Uzr, adashib ketdim. Sing spawn. Nima u sing spawn? Buni ham keyinroq bilib olarmiz. U bizga dastajiniyalar bermoqda. Ya'ni bizga topshiriqlar. Nima qilar ekan, hayronman. Yana jonimiz ketdi. Men hayron qolgan narsa, men hardcore o'ynayapman, lekin jonim ketmayapti. Eng qiziq tarafi shu. Mana bunday qilamiz va bo'lmaydi. Bitta jonim ketdi. Juda baland olib ketdi-yu. Ну, bo'laveradi bizga. Tak. Uyimizni polini quramiz. Agar ortiqcha ovozlar eshitilayotgan bo'lsa, oldindan uzr. Qanaqa ovozlar deyapti turgan bo'lsa, mana shunga o'xshagan ovozlar mana. Mana shunaqa ovozlar eshitilayapti turgan bo'lsa, oldindan uzr. Endi telefon juda sezgir bo'ladi. Yo, do'stlar o'ziga qarab turibdi. U hali ham qarab turibdimi? Do'stlar, noni. Yo, do'stlar, bizga torch transform. Nima torch? Fake'ni aytyapti shekilli. U hozir bizga nima qo'yadi? Nima desam bo'ladi? Redstone. Red nima derdi ya, o'tkir esimdan chiqib qoldi. Hozirgina shu yerda bizga qarab turgandi do'stlar. Yo do'stlar, Herobrine juda agressivlashib boryapti. Voy, bizda daraxt qolmadi-yu. Mayli, daraxt qolmasa qolmas. Bizda hozircha ovqat muammosi yo'q. Sandiq va versakni bu yerga qo'ysak yaxshi bo'lar edi. Bu yerga kerakli narsalarimizni qo'yib qo'yamiz va keraksiz narsalarimizni ham joyiga qo'yamiz hammasini. Tushib ketdi, yaramas. Bu yoqqa, bu yoqqa. Temir bolta yasab olsam bo'lar-ku-na o'zimga. Ya bu kerak bo'ladi. Xo'sh, bu kerak emas. Bu ham kerak emas. Bular kerak qolishi mumkin. Bo'ldi. Endi temirdan, toshdan narsalar yasab olamiz. Bo'ldi. Torch transform hali bizga dastajiniya qabul qilinmoqda. Bu yerdan biz daraxt chopib kelishimiz kerak. Tezroq suza qolsang bo'lmaydimi?
Bu ham juda sekin surat. Oq terakdan ham bo'laveradi bizga. Voy, boltamsin-da. Yaxshi hamki bolta yasab olganman. Stop. Hali bizga bu dastajiniyani bajargani yo'q. Xo'sh. Bu yerdan daraxtlarni chopamiz va uyimizga kerakli bo'lgan narsalarni olib ketamiz. Bugun uyimizni birinchi qavatini bitirib olsak yaxshi bo'lar edi. Kechasi jiterlarnikida tunab qolavermasdik har doim. Voy, qo'y, senmiding yaramas. Qo'rqitib yubording odamni. Xo'sh. Video juda qiziq bo'ladi, shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring deb qolgan bo'lar edim. Xo'sh. Bu yerdan daraxtlar juda ko'p ekan. Menga bunday qarama. Ba'zi seni o'ldirib go'shingni yeyman, to'g'ri. Tak. Bu yerdan daraxtlar chopamiz. Shu daraxtni chopib olaylik, uyga qarab yo'llanamiz. Hop. Yo, do'stlar, qo'rqinchli ovozlarni chiqaryapti bu. Nimaga bunday qilyapti? Albatta bizni qo'rqitish uchun-da. Boshqa nimaga ham bo'lishi mumkin? Hozirgina biz daraxtlar chopib kerakli narsalarni yasab olamiz. Masalan, xodalar yasab olamiz. Yaxshi. Bu modni ko'pchilik so'rayapti. Herobrine modini Telegram kanalingizga joylaysizmi deb. Yo'q, men Telegram kanalimga joylay olmayman, chunki bu modni o'zim o'rnatmaganman. Buni dasturchi akalarimizdan biri o'rnatib bergan, shuning uchun bu modni ishlata olmayman. Ya'ni sizlarga taqdim eta olmayman. Shuning uchun xafa bo'lmaysizlar. Yo, telefon qotyapti. Akalarimizdan to'g'rilab olsaydi. Videoga kiramiz va beshchan bo'ldi. Yo, do'stlar, yana kech tushyapti. Nima qilamiz? Yana qishloqlarni uyini tunab qolamizmi? Faqat bizga bir donagina qo'y yetmayapti. Shu atrofda qo'y yo'qmikin? Sigirlar bor. Qo'ychi qo'y. Ha, mayli. Qishloqqa senmiding? Xo'sh, bu yerda hech kim yo'q. Demak, kechirasan qishloqi, lekin seni uyingda tunab qolishga majburman. Bo'ldi, endi tunab ham qoldik. Bir donagina qo'y topib, o'zimizga yotoq yasab olsak juda yaxshi bo'lar edi. Bu qishloqning uyida nimalar bor? Tunab ketamiz bu qishloqni. Non xalosmi? Mayli. Yo'qdan ko'ra bor. Taroning nani yaramas. Uxlayverasanmi kunduzi ham? Ishlasang bo'lmaydi bundan. Bu yerga bir zina qursak, chiqishimiz ancha osonroq bo'lar edi. Men qanday qilib qurib qo'ydim o'zi bu uyni? Juda g'alati chiqibdi.
To'g'rimi? No, bu yerga bitta qo'yamiz. Bu yerga bitta va bu yerga bittagina qo'ysak tayyor bo'ladi. Xo'sh, biz nima yasab olsak bo'ladi? Xo'y, bizga kerakmi yoki kerak emasmikan? Xo'sh, bulardan bizga nima yasab olsak bo'ladi? Bizga yog'och kerak emas. Mayli, buni yasab olamiz. No, Herobrine bizni kuzatmoqda. Torch transformer. Yana hali ham shunday holat. Tevat tomonini hali ham qurib bo'lganim yo'q. 3 qavat qilsam, menimcha yaxshi bo'ladi. U yaxshi. Bunday. Keraksiz joyini cho'qib tashlaymiz. Keyin esa uyimizni va nihoyat uyimizni bitkazib olamiz. Bunday qilamiz. Va bu yerga qo'yamiz. Va bu tomon qolib ketibdi-ku. Voy, mayli. Bizda qum bilan muammo yo'q, shuning uchun bemalol oynalarni yasab olsak bo'ladi. Va nihoyat birinchi qavatni nimasi ham tayyor. Nima desam bo'ladi? Chekka taraflari tayyor bo'ldi. Va zina ham qo'yishimiz kerak bu yerga biz. Qayerga zina qo'ysak? Bu yerga. Yo, do'stlar, Herobrine telefonimni qotirib qo'yapti. Bu juda yomon. Xo'sh, mana shunday, bunday. Zombi, nima qilasan? Zombilar ham juda bemavrid paydo bo'ladi. Bu yerda kimdir bormi deb o'ylayman. Mayli. Xo'sh, bizda yumshoqroq nima bor? Hech narsa yo'q ekan. Shuning uchun sakrab boramiz. Top. Voy, jonim ketdi. Voy, namchi ko'psizlar. Ikkita. 3 tami bo'laymi? 2 tami? 3 dona nima? Ismlari kim edi? Buni ismini chiqarib qo'ydim. Qochib tur qishloqi. Uxlab olay. Keyin seni uxlab yotib turaverasan. Creeper, qochamiz bola, qochamiz. Yo, do'stlar, Herobrine bizni kuzatmoqda. Scary sound o'tib ketdi. Yaramas Creeper. Tuzatib yuborsang o'lasan bundan ko'ra, menga baqirib qarab turgandan ko'ra. Voy, yaramas Creeper. Nima qilib yubordi bu? Ulgura olmay qoldim. Mayli.
eng achinarlisi yog'ochlarni yo'qotganim bo'ldi-da. Yana shuncha yog'och terib kelish kerak. Amayli bu yerdan bitta chiqadigan qilamiz, bo'ldi. Endi nima qilib bo'lsa ham bugun uyni bitkazishimiz kerak. Bitta qo'y kerak bizga. Scarsound. Yaxshi Herobrine, lekin bizni qo'rqita olmaysan. Nima qilyapman o'zim ham tushunmayapman. Qisqasi bizga nima kerak? Qum. Qumlarni qazib olamiz. Hamma yoqqa bu yaramas Herobrine. Piramidalarni qurib tashlagan. Nima qilgan o'zi ham bilmaydi buni. Bir marta ko'rganimdan beri hali ham bu Herobrine'ni ko'rganim yo'q. Shunday oldimdan chiqib qolsa. Yo'q do'stlar. Herobrine oldimizdan chiqib qolsa juda qo'rqinchli bo'lar edi. Bir tasavvur qiling mana. Bitadi. Qo'rqdinglarmi? Juda qo'rqinchli bo'lar edi. Mayli, yetaveradi bizga ham. Osh bu yerdan o'tamiz. Ertalapoq biz hozir bizda tosh bor ekan, lekin kam. Shuning uchun biz tosh qaziymiz. Yo, do'stlar nima qilyapti? Bu yerda Herobrine yo'q-ku, bolalar. Dark Vision. Nima bu, jinnimi? Avvalo birinchi bo'lib aynan shu ish qiladi, keyin yozib chiqadi. Birinchi bo'lib yozib, keyin videoni nima berish kerak bizga. Voy dastajini berish kerak. Tosh qaziymiz. Yo'q do'stlar. Lekin Herobrine birdaniga oldimizga respawning qilsa bormi? Shu yerga yomg'ir yog'yapti. Yo'q, bu yerda yomg'ir yog'ishi mumkin emas. Biz yana temir topib qalqon yasashimiz kerak. Keyingi videolarda yasab ko'ramiz. Hozir bize nima qilishimiz kerak? Ko'proq yashab qolishimiz kerak iloji boricha. Bizda toshlar soni 29 ta bemalol yetadi. Nega bu sigirlar barashyapti? Qum kerak bizga. Zombilar yo'qmi atrofda? Lekin Herobrine bo'lishi aniq. Bu atrofdan qaraydigan bo'lsak, bizga bir donagina qo'y kerak edi. Qo'y. Va bizda yetarlicha yung bor. Ochib ketib qoldim. Demak biz bir donagina o'zimizga yotoq yasab olamiz. Bu aytgancha bu yerda endi 3 ta bo'lib to'g'ri bo'ldimi shunda? Demak to'g'ri bo'libdi. Qishloqni uyda endi hadeb tunayvermaymiz. Tak. During the response. Tamoq choqish mumkinmi? Shuni qilyapti. Bu yerda to'xtada.
menga qumni bu yerga olib mana buni yoqsa bo'ladi. Buni ham yoqsa bo'ladi. Biz bir donagina yo'q. Birdaniga 3 ta yasaymiz. Bu yerga bitta, bu yerga bitta va bu yerga bitta. Va biz nima qilamiz? Oyna yasaymiz. Bilib turganingizdek biz oyna yasaymiz. Oynani yasab olganimizdan so'ng do'stlar o'ziga qarab turibdi chekkada, u ko'ziga qaramaganim yaxshiroq u menimcha. Ko'ryapsizlarmi? U bizga qarab turibdi. Hali ham qarayapti. Nimasi bu? Yo'q, bolalar, u bizga hali ham qarayapti. Menga qarama iltimos. Voy Herobrine, menga qarama deyapman men senga. To'xtanglar. Yes, ghosting attacked. Yo'q, u bizga hujum qilar ekan. Qarasam menga hujum qilar ekan. Ot, senmiding? Qo'rqitib yubording. Va nihoyat u yo'q bo'ldi. Ghosting attacked. Ya'ni u bizga biz unga qarasak, u bizga hujum qilar ekan hozir. Shuning uchun qaramasligimiz kerak. Menga qarasang xuddi nima derdi-ya. Biz unga qarasak, bizga hujum qilarmish. Ana o'zi ham yozib chiqqan. Mana ko'rib turganingizdek, Herobrine bilan Vijvaniyamizni hali ham davom ettiryapmiz, lekin men videoni tugatmasam bo'lmaydi. Chunki video uzoqligi juda yaramas. Nega qiyshiq qo'ydim bu yerga? Mayli, endi nima qilamiz? Qisqasi bolalar, sizlar bilan men Uzufga ikir bo'ldim. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha do'stlar, xayr, sog' salomat bo'ling.